Vinicius Juniorga respekt. U Manchester City bilan o'yin oldidan Real Madrid muxlislariga juda ham katta ishonch bag'ishlamoqda. Shu bilan birgalikda Mbappe bilan bog'liq ham ajoyib xabarlar bor do'stlar. Bundan oldin Real Madridga bog'liq mana shunaqangi tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Madrid Gvardiyasi kanaliga va mening sahifamga obuna bo'ling. Hozir hammasini batafsil aytib beraman. Unda boshladik. Gap shundaki, Vinicius Junior Manchester City bilan o'yin oldidan matbuot anjumanida qatnashdi va uning bir qancha gaplariga Real Madrid muxlislari juda ham ruhlandi, o'zlariga ishonch ortdi va jamoalarini qo'llab-quvvatlash darajasi yanada yuqorilashdi. Vinicius Junior shunday dedi: "Biz Manchester City bilan o'yin oldidan bir qancha muammolarga ega bo'lib turibmiz. Himoyamizda muammolar bor, hujumda Kylian Mbappe yo'q, lekin biz bu Chempionlar Ligasida qanday o'ynashni bilamiz. Manchester Cityga qarshi o'yinda bizlarga faqat muxlislarning qo'llab-quvvatlovi kerak va men ishonchim komilki, biz ularga qarshi eng yaxshi versiyamizni ko'rsata olamiz. O'zimga keladigan bo'lsak, men hozir pik sport formamdaman va juda ham o'zimni yaxshi his qilyapman. Shunday ekan, City bilan o'yinga tayyorman" deydi. Bu gaplar nimani anglatadi bilasizmi do'stlar? Vinicius Junior Cityga qarshi o'yin oldidan liderlikni qo'lga olyapti, yetakchilikni qo'lga olyapti. Mbappega keladigan bo'lsak, zaxiradan maydonga tushishi mumkin ekan. Asosiy tarkibda tushishi juda ham katta so'roq ostida turibdi, lekin ikkinchi taymda o'yinni kuchaytirish uchun 20-15 daqiqa maydonga tushib o'yinni kuchaytirib berishi mumkin ekan do'stlar. Mana shunaqa yangiliklar va do'stlar, 12-mart chorshanba oqshomi bo'lib o'tadigan Real Madrid Manchester City uchrashuvini profilimiz biyosida joylashgan